Otaxon yaxshimisiz? Keling, ishga kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Keling. Tuzukmisiz? Rahmat. Xush kelibsiz, otaxon. Shu vaqt Xizmat ota. uzr, ukajon. Men judayam xijolat bo'lib turibman. Qanday tushuntirsam ekan? Bexijolat gapiravering, eshitaman. Biz bir insonga 20 ming dollar berishimiz kerak edi. O'shanga sizni aytishgan edi. Shu manzilga borsang, seni hojatingni chiqarishadi deyishgandi. Otaxon. Juda qiziq ish bo'pti-yu. Axir kimki